Andijon futbol bilan yashaydigan shahar. Bu jamoa nafaqat klub, balki minglab muxlislarning yuragidan joy olgan faxrli nom. 2024-yil jamoa uchun tarixiy mavsum bo'ldi. Kubok g'alabasi, Osiyo maydonlariga chiqish va muxlislarning cheksiz qo'llab-quvvatlovi. Andijon futbol klubi haqida kengroq gaplashamiz. Andijon 1964-yilda tashkil topgan bo'lib, uzoq yillar davomida O'zbekiston futbolining kuchli jamoalaridan biri bo'lish uchun kurashdi. Klub bir necha bor O'zbekiston Super Ligasida o'ynagan, biroq barqaror natijaga erishish oson bo'lmadi. So'nggi yillarda esa jamoa ancha kuchayib, katta yutuqlarga erishdi. Andijon shahri esa futbol bilan yashaydi. Bu yerda futbol oddiy sport emas, haqiqiy madaniyat. Har bir o'yin bayramga aylanadi. Stadion esa muxlislar bilan to'ladi. Shahar jamoasi uchun nafaqat stadionda, balki hayotning har bir nuqtasida nafas oladi. Andijonning eng katta kuchi bu uning muxlislari va aynan Ultras Burgut. O'zbekiston futbolidagi eng sodiq va eng jonli fan klublaridan biri hisoblanadi. Har bir o'yinda stadionni qizdirishadi. Ulkan pannellar va shiorlar bilan jamoani qo'llab-quvvatlashadi. Hatto mehmonda ham jamoa bilan yurishadi. Ultras Burgut nafaqat Andijonning muxlislari, balki klub uchun haqiqiy qiyin damlarda ham yonida turgan odamlar. Ularning shijoati futbolchilar uchun ruhiy kuch bo'lib xizmat qiladi. 2024-yilgi O'zbekiston Kubogi finali Andijon futbol tarixida alohida o'rin egalladi. Jamoa finalda fantastik o'yin ko'rsatib, ilk bor kubokni qo'lga kiritdi. Bu nafaqat futbolchilar, balki muxlislar uchun ham emotsional lahza bo'ldi. O'yindan keyin shahar bo'ylab katta bayram boshlandi. Muxlislar stadion oldida jamoani olqishlash uchun yig'ildilar. Kubok g'alabasi bilan jamoa Super Ligadagi mavqeini mustahkamladi va Osiyo Chempionlar Ligasi 2 yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Jamoaning hozirgi muvaffaqiyatlari albatta murabbiyga bog'liq. Aleksandr Xomyakov Andijonni yangi bosqichga olib chiqayotgan inson. Yangi taktikalar, futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini kuchaytirish. Xomyakovning boshqaruvida jamoa ancha tartibli va hujumkor futbol o'ynay boshladi. Uning rejasi Andijonni Super Liganing eng kuchli klublaridan biriga aylantirish. Yangi mavsumda jamoa yuqori o'rinlar uchun kurashadi. Muvaffaqiyatni davom ettirish uchun klub quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratmoqda. Stadion infratuzilmasini yaxshilash, transfer siyosatini yanada kuchaytirish, yosh futbolchilarga imkoniyat berish. Agar bu rejalar amalga oshsa, Andijon O'zbekiston futbolining eng kuchli klublaridan biriga aylanishi mumkin. Andijon bu faqat futbol jamoasi emas, muxlislarning yuragi va kelajak sari intilish. Klub tobora kuchayib, O'zbekiston va Osiyo futbolida o'z nomini mustahkamlab bormoqda. Agar